Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la udvana illa ala zalimin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar, Allah subhanahu ve taala bizning hayotimizni bereketli qilsin, ömrimizni yaxshi ishlarni ko'p qilish bilan o'tkazishga muyassar qilsin. Bugungi darsimiz 1 minut vaqtning foydasi degan temada to'xtalamiz. 1 minut vaqtda ko'p yaxshi ishlarni qilg'ili bo'ladiganligini to'nib yetdim. Masalan, 10 harflik oyatlardan birini o'qisak, har bir harf uchun 10 yaxshilik yozilganda 10 oyatga 100 yaxshilik yoziladi. Yoki subhanallohi va bihamdihi, Allohni faktayman va Allohni maqtayman degan so'zni 100 qitim desak, gerçi dengizning köpükidek köp günahlar bulsumu köçürüm kılınıdı. 1 minutda adette 4 betki yakın bir nesi okuğulu buludu. 1 minutda Fatiha suresini içinde tiz okusa 7 qitim okuğulu buludu. Bazı alimler bir qitim okuğan Fatiha suresinin savabını 1400 yaxşılıktan artıq degen. 1 minutda İhlas suresini içinde tiz okusa 20 qitim okuğulu buludu. Eğer şeklengüçüler yoki ikilinib qolg'uchilar bo'lsa, tajriba qilib sinab baxsin. Bizning maqsadimiz bu yerda hayotimizdagi 1 minut vaqtdan xabar berishdir. Bu vaqt biz uchun Allohni yod etish, Qur'on tilovat qilish, duo qilish, oyatlarning ma'nolarini o'ylanish va xat yozish qatorliq jihatlardagi zo'r hodisalarni shakllantiradi. Faqat 1 minut vaqt bizning hayotimizni, taat ibadetlerimizni, fikrimizni, düşüncemizni, asli tutuş kabiliyetimizni ve yaxşılıklarımızı ziyade qilishi mümkün. 1 minut vaqtda siz hayat sahifangizga nurg'un yaxshiliklarni yoza olasiz. Agar siz vaqtdan qandoq foydalanishni, qandoq muhofazat qilishni bilsangiz. O'ylanib baking. Siz hayotingizdan necha minut, necha soat, necha kun, belki necha ay, hatta necha yil vaqtingizni behuda o'tkazayotdingiz. Keraksiz ishlar, quruq paranglar va g'iybat shikoyatlar bilan shamolda to'zg'an to'zg'oqdek to'zitib o'tdingiz. Koshki hayotni zoya qilayotganlar yaxshilik va yomonliklari barobar bo'lib ziyon tortib qolmagan bo'lsa. Balki ish undoq bo'lmas. Xatolik, gunoh ma'siyatlar g'olib kelishi mumkin. Bizga Alloh yordam bersin. Meningcha 1 minutda la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulk va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qadir. Yani bir Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilahi ma'bud yok. Allah'ın şeriki yok. Allah yekki iganidir. Barlık hukuk ve maqtaşlar Allah üçündür. Allah hemme narsini o'rinlashtirguchidir degan so'zni 20 qitim degili bo'ladi. Buning sababi Allah yolida İsmail aleyhisselamның avlodidan bo'lgan 8 qulni azod qilganning barobarida bo'ladi. Biz yuqorida so'zlab o'tgandek 1 minutda İhlas suresini 20 qitim o'qish, Qur'oni Karimni 7 qitim tamomlaganning savobiga barobar bo'ladi. Chunki İhlas suresini 1 qitim o'qish, Qur'onning 3dan 1 qismini o'qiganning savobiga barobar bo'ladi. Qarindoshlarim, do'stlarim, o'ylab boqinglar. Biz qanchilgan foydalarni ketkizib qo'ydik. Qanchalik yaxshiliklarni bekor qilib o'tdik, qanchalik vaqtimizni quruq gaplar, g'iybat shikoyatlar, kishilarning aybini aytish bilan oxiratdan g'afil bo'lib cheklangan o'yin tomosha va o'rinsiz kulki chaqchaqlar bilan o'tkazib o'tdik. Ammo biz yiziqchilik sohasiga qarab baqsak, do'stim, siz 1 minutda o'z ma'lumotingizdan 4 qur xat yoza olasiz. Agar ko'chirib yozsangiz 5 qur yoza olasiz. Ya'ni u bir betning 3dan 1 qismiga barobar keladi. Siz har kuni 5 qurdan xat yozsangiz, bir oyda 10 bet, bir yilda 120 bet, 10 yilda 1200 bet bir narsa yoza olasiz. Ya'ni bu İbnül Qayyimning Zadil Mi'ad degan kitobiga barobar keladigan, tafsiri Ibn Kasirdan azroq kichik bo'lgan bir kitob bo'ladi. Siz har kuni 1 minut vaqt chiqarib İhlas suresini 20 qitimdan o'qisangiz, bir oyda 600 qitim o'qiysiz. Bir yılda 7200 qitim o'qiysiz.
Bu Qur'oni Karimni 2400 qitim tamamlaganning savobiga barobar bo'ladi. Men tajriba qilib ko'rib baqdim. She'rning bir misrasini 1 minutda 20 qitim takror o'qib yod qildim. Agar siz har kuni 1 minut vaqt chiqarib, hikmatli she'rlardan bir misradan yod qilib qo'ysangiz, 10 yilda 3600 misra she'r yod qilib bo'lasiz. U vaqtda sizning tilingiz so'rinning guli bo'ladi. Ig'izingizdan hikmat unchilari to'kiladi. So'zingizning adabiy uslubi yaxshilanadi. Siz 1 minutda sallallohu alayhi va sallam degan lafzida payg'ambar alayhisalomga 50 qitim durud o'qib olaysiz. Uning barabariga Alloh taolo sizga 500 yaxshilik yozadi. Chunki payg'ambar alayhisalomga bir qitim durud o'qilganda uning barabariga 10 yaxshilik yoziladi. 1 minutda yengil o'qisa 2 rakat nafl namoz o'qig'ili bo'ladi. Har kuni 2 rakatdan chashka namozi o'qisa 1 yilda 700 rakatdan ortiq namoz o'qiydi. Har bir rakat namozda 2 qitimdan sajda qilgan vaqtida 1 yillik chashka namozida 1400 qitimdan ortiq sajda qiladi. Sahih hadisda mundaq bayon qilingan: siz Allah uchun bir qitim sajda qilsangiz, uning barabariga Alloh taolo sizning yaxshiligingizni bir daraja yuqori ko'taradi, xatoligingizni o'chiradi. Siz 1 minut vaqt ichida Alloh taoloni rozi qilib, xatoliklaringizni o'chirishga qodir bo'la olasiz. Siz uchun Allohning huzurida savob yoziladi, gunohlaringiz o'chiriladi. U yaxshilik siz uchun Allohning huzurida saqlanadi. Siz 1 minutdan foydalanib kitob yozishga, as tutish qobiliyatingizni oshirishga qodir bo'la olasiz. Bilim doirangizni kengaytib, ilmingizni ziyoda qila olasiz. Kundalik vazifalaringizni to'liq o'rinlab, madaniyat saviyangizni yuqori ko'tarasiz. Tushunchangiz oshidi. Lekin hurmatli qarindishim, bularning hammasi sizning keskin irodangiz, oliy himmatingizga bog'liq. Allah hammaylarni himmatning yo'qolishi, irodaning ojizlashishi va tabiatimizning ifloslashib ketishidan saqlasin. Amin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.